Assalomu alaykum hammaga. Bugun biokimyo bo'yicha 10-darsimizni ko'rib chiqamiz. Darsning klinik masalasi quyidagicha holatda tuzilgan. 26 yoshli erkak birlamchi shifokor ko'rigiga tashrif buyuryapti. Klinikaga bemorda 4 oydan beri progressiv rivojlanib borayotgan charchoq holati hamda uydagi buyumlarga, mebel buyumlarga urilgandi. Demak, qonashga moyillik holati, surunkali, soni pastki sohasida chuqur og'riq qayd etilmoqda. Bemor tarixida hech qanaqa sayohat, isitma, gripp belgilari, tunda terlash yoki narkotik moddalar iste'mol qilish mavjud emas. Hayotiy ko'rsatkichlari: tana harorati 36, qon bosimi 120 ga 75, yurakning minutlik qisashlar soni 72 ta, nafas soni esa 14 dan tashkil qilmoqda. Qorin sohasi tekshiruvdan o'tkazilganda qorin yumshoq hamda og'riqsiz ekanligi, lekin yirik, og'riqsiz taloq kattalashishi, taloq qirrasini chap qovurg'alar yoyi sohasidan 9 sm pastga tushganligi hamda o'rtacha darajadagi gepatomegaliya belgilari aniqlandi. Teri ko'zdan kechirilganda juda ko'plab ko'karishlar mavjud, pretibial sohada ikki tomonlama, lekin hech qanday petexiya, ya'ni mayda dog'lar, kaf sohasining qizarishi yoki spider angioma holati, ya'ni o'rgimchak to'rismon qizarish holati aniqlanmagan. Ya'ni bu holatda palmar eritema hamda spider angioma serroz uchun tipiy bo'lgan belgilar hisoblanadi. Demak, bular bemorda qayd etilmayapti. Nevrologik tekshiruv ko'zdan kechirilganda to'liqlicha normal. Bosh miyaning 2-dan 12-gacha bo'lgan nervlari, demak, o'zgarishsiz, chuqur pay reflekslari ikki tomonlama ikki virus holatda. Aqliy holat hamda yurish normal ekanligi aniqlandi. Bizdan eng ehtimoliy tashxis so'rab o'tilmoqda, yuqoridagi klinik belgilardan kelib chiqib. Demak, bugungi darsimiz asosan glikogen metabolizmi hamda lizosomada kechuvchi, demak, lizosoma storage disease yoki o'sha lizosomadagi yig'ilish bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga bag'ishlanadi. Dastavval glikogen metabolizmini ko'radigan bo'lsak, demak, glikogen alfa 1,6 bog'larga ega va qo'shimchasiga alfa 1,4 bog'larga ega bo'ladi chiziqli yo'nalishda. Ya'ni yon tomondagi bog'lari alfa 1,6 holatda joylashgan, uzun liniyadagi asosiy zanjirdagi bog'lar esa alfa 1,4 holatda joylashganiga qayd etilmoqda. Skelet muskullarida glikogenoliz hodisasiga uchraydi. Ya'ni glikogenni parchalanishi hisobiga glyukoza hosil bo'lishi bu glikogenoliz hisoblanadi. Va natijada glyukoza 1 fosfat hosil bo'ladi. Glyukoza 1 fosfat keyinchalik glyukoza 6 fosfatga aylanadi va bu hosil bo'lgan glyukoza 6 fosfat muskullardagi mashq qilish jarayonida tezlikda metabolizmga uchrab ketadi. Demak, bu skelet muskullaridagi yig'ilgan holatdagi glikogenni qanday qilib energiya ko'rinishida ishlatilishi ekan. Demak, dastavval glikogendan glikogenoliz hisobiga glyukoza 1 fosfat, undan glyukoza 6 fosfat, keyinchalik glyukoza 6 fosfat aynan anaerob yo'l bilan metabolizmga qo'shiladi va undan keyinchalik piruvat sut kislota hosil bo'lishi bilan yakunlanadi. Gepatositlar, ya'ni jigar hujayralari. Jigar hujayralarida glikogen zaxira sifatida yig'iladi va glikogenoliz jarayoniga qo'shiladi qachonki qondagi glyukoza miqdorini, demak, ma'lum bir bazal levelda ushlab turish uchun. Ya'ni qondagi glyukoza miqdori haddan tashqari tushib ketmasligini oldini olish uchun jigarda yig'ilgan glikogen, demak, metabolizmga uchraydi, ya'ni glikogenoliz hodisasiga uchraydi. Demak, bu jarayon ketma-ketlik asosida amalga oshadi va bir nechta reaksiyalar to'plamidan tashkil topgan. Demak, dastavval glikogen fosforilazani faoliyati hisobiga glyukoza 1 fosfat hosil bo'ladi. Keyinchalik demak, hosil bo'lgan glikogen umumiy zanjirda, demak, 4 ta zanjir qolgunigacha kesilib boriladi. Shundan so'ng 4 alfa D glukonotransferaza differential enzim deyiladi, ya'ni yon zanjirda kesuvchi enzimlar. 3 va 4, ya'ni 4 tadan 3 tasini kesib oladi. Demak, dastavval glikogen holatda, glikogendan glyukoza 1 fosfat holatda bittasini ajratib oldi. Shundan so'ng zanjirda 4 ta qolguniga qadar, demak, kesib boriladi. 4 tadan so'ng 4 alfa glukonotransferazani differential enzimlar hisobiga, demak, yon zanjirlar kesiladi va 4 ta glyukozadan 3 tasi olib tashlanib, demak, umumiy zanjirda bitta qoladi. Shundan so'ng alfa 1,6 glyukozidazi oxirgi glyukoza qoldig'ini ham, demak, oladi va erkin glyukoza molekulasiga aylantiradi. Limit dextrin deb nomlangan oraliq modda mavjud. Bu 2 tadan 4 tagacha, demak, tarkibda glikogen qoldiqlari qolgan, demak, modda hisoblanadi. Quyidagi ketma-ketlikda amalga oshadi, demak, reaksiyalar to'plami e'tibor beriladi. Dastavval, demak, bizda glyukoza molekulasi. Glyukoza molekulasi, demak, glyukoza 6 fosfatga aylanadi. Glyukoza 6 fosfatdan keyinchalik glyukoza 1 fosfatga, glyukoza 1 fosfatdan UDP glyukozaga aylanadi. Undan esa glikogen hosil bo'ladi. Bu yo'l, umumiy yo'l glikogenezis deyiladi, ya'ni glikogen hosil qilish yo'li. Demak, mana shu ketma-ketlikda bu yo'l davom etib kelyapti. Glikogenezis, ya'ni glyukozadan glikogen hosil qilish. Endi hosil bo'lgan
Glikogen molekulasiga e'tibor bersalar, mana bu alfa 1,6 yon zanjir ulanyapti mana. Yon zanjir. Bu asosiy zanjir. Endi ikkinchi yo'l glikogendan glukoza hosil qilish, ya'ni glikogenoliz yo'liga qarab o'tadi. Bu davrda dastlab glukoza 1 fosfat ajraladi birinchi bo'lib. Shundan so'ng qolayotgan oraliq qoldiq modda limit dekstrin deb nomlanadi. Undan esa keyinchalik mana bu ko'rib turganingizdek 6-enzim, ya'ni debranch enzim 4 alfa D glukonotransferazani faoliyatini hisobiga mana bu yon zanjirda qolgan 4 tadan yana 3 tasini kesib oladi va bitta qoladi. Undan so'ng esa 7-debranch enzim alfa 1,6 glukozidaza keladi va yon zanjirda to'liqligicha kesib olib erkin glukoza holatda ajratib chiqaradi. Shundan so'ng demak erkin glukoza ko'rinishida yana metabolizmga kirib ketishi mumkin. Qo'shimchasiga bu yerda mana bu rim raqami va qizil kvadrat ichida berilayotgan holatlar bular kasallik holatlari hisoblanadi. Ya'ni shu kasalliklarda zanjirda aynan mana shu tarkibiy qismi uziladi. Buni har bir kasallikda yana ko'rib chiqamiz. Qo'shimchasiga ma'lum bir miqdordagi glikogen lizosoma deb nomlangan hujayra organoidini ichida parchalanishga uchraydi. Bu parchalanishga uchrashi uchun alfa 1,4 glukozidaza deb nomlangan yoki asid maltaza deb nomlangan enzim faoliyati kerak bo'ladi. Demak, glikogen saqlanish kasalliklari, ya'ni glikogen yig'ilishini buzilishi bilan kechuvchi kasalliklar. Demak, bu holatlarda glikogenning parchalanishi buzilishi yoki glikogenda o'zini hosil bo'lishi buzilishi mumkin. Demak, har bir kasallikni ko'rib chiqamiz. Glikogen storage disease umumiy 15 ta tipi mavjud. Bularda barchasi glikogen metabolizmini abnormal bo'lishi hamda glikogenning hujayra ichida yig'ilib qolishiga olib keladi. PAS test degan narsa bor, ya'ni periodic acid shift testi o'tkaziladi. Bu test glikogenni aniqlash uchun ishlatiladi va tezlikda hujayra tarkibida mavjud bo'lgan glikogenni aniqlab berish imkoniga ega. 1-4-tipga bo'yicha bo'lganlari autosomal resessiv kasalliklar. Demak, birinchi kasallik bu von Gierke kasalligi, ya'ni birinchi tipdagi glikogen saqlanish kasalligi. Bu holatda bemorda ochlik holatda kuchli gipoglikemiya shakllanadi. Nima uchun? Sababi von Gierke disease'da asosiy demak mazmun mohiyati glukoza 6 fosfat holatidan demak glukoza holatiga, ya'ni erkin glukozaga o'ta olmaydi. Mana shu joy ishlamaydi. Bu joyda ishlaydigan enzimning nomi glukoza 6 fosfataza hisoblanadi. Glukoza 6 fosfataza. Aynan mana shu glukoza 6 fosfataza enzimini yetarli ishlamasligi hisobiga glukoza 6 fosfatdan erkin glukoza hosil bo'lmaydi. Bu aynan von Gierke kasalligi, ya'ni birinchi tipdagi glikogen saqlanish kasalligida qayd etiladi. Natijada glikogen jigar hamda buyraklarda ko'p miqdorda yig'iladi. Qonda laktat miqdori oshadi, ya'ni sut kislota miqdori, triglitseridlar va CD kislota miqdori oshadi. Bu esa podagraga olib kelishi mumkin. Va bemorda gepatomegaliya holati qayd etiladi, renomegaliyaga qo'shimcha ravishda. Bu holatda jigar qondagi glukoza miqdorini umuman nazorat qila olmaydi. Shuning uchun bu kasallik nisbatan og'irroq kechadi bemorlarda. Yetishmovchilik holati, ya'ni defitsit enzim demak glukoza 6 fosfataza enzimi. Davolash uchun ko'pincha og'iz orqali glukoza beriladi, chunki bemorda erkin glukoza yetishmayotganligi uchun. Lekin fruktoza hamda galaktozadan saqlanish kerak bo'ladi. Nima uchun? Sababi fruktoza va galaktoza ham glukoza 6 fosfatga aylanib, keyin yana glukozaga o'tib keladi. Ya'ni deyarli bir xil yo'lda bosib o'tadi metabolizm yo'lini. Umumiy oladigan bo'lsak, fruktoza va galaktoza deb nomlangan mana saxaridlar. Bular ham aynan glukoza 6 fosfat yo'liga qarab yuradi va keyinchalik glukozaga o'tish kerak. Shuning uchun fruktoza va galaktozadan ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Sababi ular berilgandan keyin ham baribir yana glukoza hosil bo'lmaydi. Va demak glukoneogenez jarayoni buziladi, glikogenoliz ham amalga oshmaydi. Ya'ni glukoneogenez glukoza hosil qilish, glikogenoliz esa glikogendan glukoza hosil qilish jarayoni. Umumiy asosiy klinik belgilar gepatomegaliya jigarning kattalashishi, renomegaliya buyrak kattalashishi hamda CD kislota, triglitseridlar qondagi laktat miqdorining oshishi kabi holatlar qayd etiladi von Gierke kasalligida. Keyingi kasallik bu Pompe kasalligi yoki ikkinchi tipdagi demak glikogen yig'ilish kasalligi. Bu kasallikda yuzaga keluvchi asosiy klinik belgilar kardiomiopatiya holati, gipotoniya, demak tez charchash holati qayd etiladi, ya'ni jismoniy mashq bilan shug'ullanish imkoniyati cheklanadi. Til kattalashishi va tizimli belgilar holatidan erta o'limgacha olib kelishi mumkin aynan Pompe kasalligi. Pompe kasalligining yuzaga kelishidagi defitsit enzim bu lizosoma ichidagi alfa 1,4 glukozidaza yoki asid maltaza enzimi hisoblanadi. Demak, yurak, jigar va muskul
asosiy klinikaga kechuvchi a'zolar hisoblanadi Pompe kasalligida. Keyingi kasallik bu Kori kasalligi yoki 3-tipdagi glikogen saqlanish kasalligi. Bu Gerke kasalligiga o'xshaydi, lekin simptomatik jihatdan yengilroq va qondagi laktat miqdori unchalik darajada ko'tarilmaydi. Ya'ni glyukozaga o'ta olmaganligi uchun organizm alternativ yo'lni tanlab laktat yo'liga qarab yurib boradi. Bu von Gerke kasalligida, lekin Kori kasalligida qondagi laktat miqdori normada bo'ladi. Kori kasalligi kardiomiopatiyaga olib kelishi mumkin. Dekstringa o'xshash strukturalar miqdori oshadi. Ya'ni boya aytib o'tdik, dekstrin 2 dan 4 gacha qoldiqlari bo'lgan, glyukoza qoldiqlari bo'lgan glikogen molekulasidir. Va bu hosil bo'lgan limit dekstrin sitozolda yig'iladi. Bemorda yuzaga keluvchi asosiy belgilar gepatomegaliya, sirroz hamda jigar adenomasi kabi holatlar qayd etilishi mumkin. Defitsit bo'lgan enzim bu alfa 1,6 glyukozidaza va 4 alfa D glukonotransferaza kabi enzimlar defitsit holati hisoblanadi Kori kasalligida. Lekin Kori kasalligida glukoneogenez jarayoni buzilmaydi. Bu von Gerkedan asosiy farqli belgisi. Von Gerke kasalligida demak glukoneogenez to'xtab ishlamaydi. Kori kasalligida esa glukoneogenez jarayoni ishlaydi. Anderson kasalligi yoki 4-tipdagi glikogen saqlanish kasalligi. Asosiy namuna bo'luvchi belgilar bu gepatosplenomegalia hamda erta chaqaloqlik davridan o'sish va rivojlanishni kechikishi. Boshqa belgilarga esa chaqaloqlar sirrozi, muskulyar kuchsizlanishi, gipotoniya, kardiomiopatiya hamda erta chaqaloqlik, yoshlik, bolalik davridayoq o'lim kabi holatlar qayd etiladi. Asosiy defitsit enzim bu branching enzim, ya'ni glikogenda tarmoqlangan yon zanjirdagi glyukozalarni kesib oluvchi enzim yetishmovchilik holati hisoblanadi. Demak, nerv muskul formasi har qanday yoshdagi bemorda qayd etilishi mumkin. Kasallikda keyingi bosqichlarda gipoglikemiya asta-sekin shakllanib boradi. Makarl kasalligi 5-tipdagi glikogen saqlanish kasalligi. Glikogenni muskuldagi oshib ketishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Muskul yig'ilib qolgan glikogenni parchalay olmaydi. Natijada og'riqli muskul tortish holati paydo bo'ladi. Mioglobinuria, ya'ni qizilda CDda qizil rangga kirishi, mioglobin oqsilining parchalanishi hamda uni keyin CD orqali chiqarilishi hisobiga yuzaga keladi. Ya'ni bemorlar kuchli mashg'ulot bilan shug'ullanganda muskuli parchalanishiga uchrashi mumkin. Aritmiya holati ham shakllanishi mumkin elektrolit abnormalligi hisobiga. Bu yerda second line fenomeni aytib o'tilyapti, ya'ni muskuldagi mashq davrida unga oqib boradigan qon miqdori oshadi va elektrolitlar o'rtasidagi nomuvozanatlik holati yuzaga kelishi mumkin. Bu holatda defitsit asosiy enzim muskul glikogen fosforilaza, ya'ni muscle glycogen phosphorylase hisoblanadi yoki ikkinchi nom myofosforilase. Myofosforilaza enzimi ishlamaydi. Mashq davrida demak laktat miqdori oshadi, lekin ammoniya miqdori o'zgarmagan holatda saqlanadi. Ko'pincha qondagi glyukoza miqdori o'zgarmaydi Makarl kasalligida. Demak, Makarl kasalligi muskullarda glikogen yig'ilishi bilan kechuvchi kasallik hisoblanadi. Bu yerda eng muhim belgilari va defitsit enzimlar har bir kasallikning nomlari bo'yicha keltirib o'tilgan. Demak, von Gerke kasalligi 1-tipdagi hisoblanadi. Glyukoza 6 fosfataz yetishmovchiligi bilan kechadi. Kuchli gipoglikemiya, sut kislotali holat, ya'ni laktik atsidoz, gepatomegaliya, giperlipidemiya, giperuritsemiya hamda bo'yni past ekanligi qayd etiladi. Pompe kasalligi yoki 2-tipdagi glikogen yig'ilish kasalligi lizosomal alfa 1,4 glykozidazani yetishmovchiligi hisobiga yuzaga keladi. Kardiomiopatiya, gipotoniya, makroglossiya, nafas sistemasidagi distress holati va o'sishni buzilishi hisobiga erta o'lim holati qayd etilishi mumkin. Kori kasalligi yoki 3-tipdagi demak glikogen yig'ilish kasalligi demak tarmoqlangan zanjirda kesuvchi enzim yetishmovchiligi bilan kechadi. Yengil gipoglikemiya, gepatomegaliya va qondagi laktat miqdorining normalligi bilan qayd etiladi. Gipotoniya va kardiomiopatiya hayotini keyingi davrda kuzatilishi mumkin. Anderson yoki 4-tipdagi glikogenda yon zanjirini kesuvchi enzim defitsiti bilan qayd etiladi. Muskul kuchsizligi, o'sishni to'xtashi, ya'ni o'sishdan rivojlanishdan orqada qolish, kardiomiopatiya holati, gepatomegaliyadan sirrozgacha o'tib ketishi mumkin bo'lgan holat qayd etiladi. Makarl kasalligi yoki 5-tipdagi glikogen yig'ilish kasalligi myofosforilaza yetishmovchiligi hisobiga yuzaga keladi. Kuchli muskuldagi tortishishlar, mioglobinuria yuzaga keladi aynan mashq qilish davrida. Keyingi asosiy ko'radigan mavzuyimiz bu lizosomadagi yig'ilish, ya'ni lizosoma tarkibidagi enzimlar yig'ilib qolishi bilan kechuvchi kasallik holatlari. Bu yerda keltirib o'tilgan grafikda har bir kasallik holati zanjirda qaysi qismiga ta'sir qilishi keltirib o'tilgan. E'tibor bersalaring, mana bu moddalar metabolizmga uchrashi hisobiga keyinchalik glukoserebrozaid deb nomlangan moddaga aylanib, oxir-oqibat ceramide deb nomlangan moddaga aylanishi kerak va organizmdan shu holatda chiqarib yuborilishi kerak bo'ladi. Demak, mana shu sphingomyelin yoki galaktoserebrozidaza sulfatidlar demak metabolizmni buzilishi
turli xil lizosomal yig'ilish kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Endi har birini ko'rib chiqamiz. Lizosomal yig'ilish kasalliklari. Lizosomal yig'ilish kasalliklari lizosomadagi enzim yetishmovchilik hisobiga yuzaga keladi. Natijada metabolizmda abnormal bo'lgan moddalar metabolitlar yig'ilishi bilan kechadi. Uchrash ehtimolligi jihatdan Tay-Saks kasalligi eng ko'p, Niemann-Pick undan keyin va Gaucher va Ashkenazi kasalliklari, ya'ni Gaucher kasalligi qayd etiladi. Ashkenazi Jews deb nomlangan, demak kelib chiqish, bu demak irqiy jihatdan kelib chiqishi shu Ashkenazi Jewishga borib taqaluvchi aholi vakillarida Gaucher kasalligi ko'proq uchraydi. Demak, dastlabki kasalliklar bular sfingelipidozlar hisoblanadi. Sfingelipidozlar demak Tay-Saks kasalligi demak eng ko'p uchraydi deb aytib o'tdik. Progressiv neyrodegeneratsiya bilan kechadi va rivojlanishni kechikishi regressiya holati, giperrefleksiya, giperakustika holati va ko'zda makula sohasida cherry red spot deyilyapti, ya'ni olcha rangiga o'xshash dog'lar ko'rinishini ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni bunda ganglion hujayralaridagi yog' molekulalarining yig'ilishi bilan kechadi. Lizosomalar ko'rinishi jihatdan demak piyoz po'stlog'ini eslatadi, lekin hech qanday gepatosplenomegalia holati qayd etilmaydi. Asosiy yetishmovchi defitsit enzim bu geksazaminadaza A hisoblanadi. Yig'iluvchi modda esa GM2 gangliozid hisoblanadi. Irsilanish jihatdan autosomal resessiv kasallik. Keyingi kasallik holati u Fabry disease yoki Fabry kasalligi. Erta belgilarga quyidagi triada kiradi, ya'ni epizodli vaqti bilan xuruj tutuvchi periferik neyropatiya, angiokeratoma holati va gipogidroz holatlari kiradi. Kechki belgilarga esa progressiv, ya'ni rivojlanib boruvchi buyrak yetishmovchiligi, yurak qon tomir kasalliklari kiradi. Asosiy defitsit enzimi esa alfa galaktozidaza A. Buni davolash uchun rekombinant alfa galaktozidazadan foydalanish kerak bo'ladi deb aytib o'tilyapti. Asosiy yig'ilib qoluvchi modda esa ceramide trigexozide yoki globotriazoceramide hisoblanadi. X ga bog'langan resessiv irsilanuvchi kasallik ekan, Fabry kasalligi. Keyingisi metaxromatillika distrofiya holati. Markaziy hamda periferik demilinizatsiya holati bilan kechib, ataksiya va demensiya holatlari ham qayd etiladi, ya'ni muvozanatni buzilishi va xotira buzilishi bilan kechadi. Arin sulfataza A deb nomlangan enzim yetishmovchiligi qayd etilib, serobrozid sulfat deb nomlangan modda yig'iladi. Autosomal resessiv irsilanadi. Krabbe kasalligi periferik neyropatiya bilan kechadi. Oligodendrotsitlarda destruksiyaga uchrashi ham qayd etiladi. Bolada rivojlanish jihatdan kechikish qayd etiladi. Ikkinchi nerv atrofiyasi va globoid hujayralar ham ko'rinishi mumkin. Galaktoserebrozidaza enzimi yetishmovchilik holati yuzaga keladi. Galaktosikil ceramidaz deb nomlangan ikkinchi nomi. Galaktoserebrozid deb nomlangan modda hujayrada yig'ilib qoladi. Irsilanish jihatdan autosomal resessiv. Keyingi kasallik Gaucher kasalligi. Eng ko'p uchrayuvchi kasallik deb aytib o'tilyapti. Gepatosplenomegalia holati qayd etiladi. Pancytopeniya holati, ya'ni bu suyak iligi tomonidan ishlab chiqariluvchi barcha turdagi qon hujayralarining kamayishi, ya'ni qizil qon hujayralari, oq qon hujayralari, trombositlar barchasining kamayishi pancytopeniya deyiladi. Osteoporoz holati, suyak yemirilishi va son suyagina avaskular nekroz holati qayd etiladi, ya'ni son suyagi bosh sohasida. Suyagida kriz holati va Gaucher hujayralari, ya'ni lipid bilan to'yintirilgan makrofaglar ko'rinadi, ko'pincha buklangan qog'oz holatiga o'xshash deb aytib o'tilyapti. Glukoserebrozidaza enzimi yetishmovchilik holati yuzaga keladi. Bu holatni davolash uchun ham rekombinant glukoserebrozidazadan foydalansa bo'ladi. Glukoserebrozida deb nomlangan modda yig'ilishi qayd etiladi. Autosomal resessiv irsilanadi bu kasallik. Niemann-Pick kasalligi bu progressiv neyrodegeneratsiya bilan kechadi. Gepatosplenomegalia holati ham qayd etiladi. Tay-Saks kasalligidan farqli belgisi gepatosplenomegalia bo'lishi. Ko'pik hujayralari, ya'ni lipid bilan to'yintirilgan makrofaglar aniqlanadi. Cherry red spot, ya'ni bunda ham olcha donasiga o'xshash dog'lar ko'rinadi makula sohasida. Sfingomiyelinaza deb nomlangan enzim yetishmovchiligi bilan qayd etiladi. Sfingomiyelin va xolesterol yig'ilishi bilan kechadi. Autosomal resessiv holda irsilanadi. Keyingi turdagi kasalliklar bilan mukopolisaharidoz kasalliklari hisoblanadi. Hurler sindromi. Rivojlanish jihatdan kechikish, girsuytizm belgilari, ya'ni girsuytizm bu o'sha ayollarda erkaklikka xos bo'lgan belgilar paydo bo'lishi. Skelet anomaliyalari, nafas yo'llari obstruksiyasi, ko'z shoh pardasining bulutlanishi va gepatosplenomegalia qayd etiladi. Defitsit enzimi esa alfa L hidrogenadaza hisoblanadi. Geparin sulfat, dermatin sulfat deb nomlangan moddalar yig'ilib qoladi, autosomal resessiv. Ikkinchisi Hunter sindromi. Hurler sindromining yengilroq belgilariga qo'shimcha agressiv xulq-atvor,
va hech qanaqa ko'zda shoh pardasida bulutlanish holati qayd etilmaydi. Idronat 2 sulfatazani yetishmovchilik bilan kechadi. X ga bog'langan resessiv kasallik hisoblanadi. Endi yuqoridagi vaziyatli masalamizga qaytargan bo'lsak, 26 yoshli erkak, demak, klinikaga tashrif buyurgan. Asosiy klinik belgilar: progressiv charchoq, qo'shimchasiga son suyagi pastki qismidagi surunkali og'riq. Qon ketishiga moyillik holat ham qayd etilgan bemorda. Splenomegaliya, taloq kattalashishi mavjud edi. Va gepatomegaliya, jigar kattalashishi ham qayd etilgan. Terida esa ekimozlar, ya'ni ko'karishlar mavjud. Lekin hech qanaqa petexiya yoki palmar eritema holati qayd etilmagan. Demak, progressiv charchoq, son suyagi pastki qismidagi og'riq. Demak, bemorning holatidan kelib chiqargan bo'lsak, progressiv charchoq bu ko'pincha asosiy sabab bo'lishi mumkin anemiya holati, ya'ni qizil qon hujayralarinin miqdorini kamayishi bilan kechadigan holatda. Son suyagning pastki qismidagi og'riq bu bizga xulosa berishi mumkin avaskulyar nekroz yoki suyakdagi kriz holatini. Avaskulyar nekroz. Demak, mana shuni suyak kriziga olamiz. Sababi avaskulyar nekroz bu ko'pincha son suyagning bosh sohasida yuzaga keladi. Bemorning og'rig'i esa son suyagning pastki sohasida edi. Va bony crisis, ya'ni suyakdagi kriz holati. Qon ketishiga moyillik bu demak trombositopeniyaning asosiy belgisi hisoblanadi, ya'ni trombositlar miqdorining kamayishi. Splenomegaliya va gepatomegaliya holati ham qayd etilgan. Ekimoz ham aynan trombositopeniyaga bog'langan holda bo'lishi mumkin. Demak, bemorda yuqoridagi belgilardan kelib chiqargan bo'lsak, gepatosplenomegalia, ekimoz, anemiya holatlari va suyakdagi kriz holatlaridan kelib chiqargan bo'lsak, bemorda demak, lizosomal yig'ilish kasalligi mavjudligiga xulosa qilishimiz mumkin. Lizosomal yig'ilish kasalligini ichidan bizda hozir Gaucher kasalligiga demak to'g'ri kelyapti bemorning holati. Gaucher kasalligi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan oladigan bo'lsak, demak, bemor Ashkenazi Jewish kelib chiqish irqiga ega edi va bu aynan Gaucher kasalligi, aynan mana shu irq vakillarida ko'proq uchrashi aytib o'tilgan boya mavzu tarkibida. Shuning uchun bu eng ehtimoliy tashxisimiz bo'ladi bemordagi klinik belgilar va berilgan ma'lumotlar asosida. Bugun darsimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.